Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hammanglarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Bugun biz Sharq Turkiston Ulusal Manfaat Markazi o'zgarayotgan dunyodagi geopolitikal vaziyatni bir tahlil qilish uchun suhbat programmasi o'rlashtirdik. Bugun suhbatimizga markazimizdan Nijat Turg'un apandimni taklif qildik. Nijat Turg'un apandim, programmamizga xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Oldi bilan biz shu O'rta Sharq, ya'ni hozirgi İran, Amerika va Isroil o'rtasidagi urush shundan boshlasak bugungi suhbatimizni. Bular o'rtasidagi hozir bu urushningki hozirgi ahvoli qanday bo'lyotidi? Bu urushningki hamda taraqqiyot qanday bo'lishi mumkin va sizcha bu urush qanday bir yo'nalish qarab taraqqiy qiladi? Sonun için rahmet. Bu uruş 40 neç gün devam kılgandan keyin ikki tarafniki erişken neticesi qarsak, İran taraf özünki közlegen askeri bu qıtımkı urushdaki strategiyasiga maqsadiga yetdi. Yani o nimeti dese özünün devletinin igilik hukukunu saqlab qilish, hakimiyetini saqlab qilishdi. Bunu Amerika İran Amerika tarafınınki nimesi qarsak, urush strategiyasi qarsak, İran'da hakimiyet almashtırmız, İran'daki yadro kural gücünü azizlaştırmız, yakımcı yok kılıyetimiz geldi. Bu neyse iş kayısı bulmadı. Amerika fakat 50 bin kıtın bombardıman koyup İran'a nurgun veyrançılıklarını verdi ama közlegen nişanı yetemedi. Yani netice itibarı bilen qarsak, bugün uruşda İran galba kıl değil. Özünün közlegen uruş nişanı yetti. Yani Amerika bu narsaga yetemedi. Şoňa hazır Pakistan'da bir qıtımlıq söhbet boldy. Pakistan oturguçu bilen ikinci qıtımlıq söhbet şu aldığımız gün içinde bugün geceden başlap başlanıp kılışı mümkün. Ama bununki tesiri noktası qarsak, bu yerde energiya, xavfsizlik, dünyanın payçek bazarları, anandan keyin yemek içmekке alaqadar bazarlar, dünyanın nurgun hatta hava yollarıdan tatip payçek bazarlarına nurgun sahalarga bunun nimesi çiçiratıdı mesençü, emme sahalarga. Bunun nimesi eğir mesençü, hatta xavfsizlikten tatip nurgun narsalarga ta'sir qilib ketdi. Bunun birinci silkiniş nimesi İran'a ve Amerika'ya etraftaki devletlerge olsa bununki tesiri etraftaki rayonga, bununki başka bulup mu Şarkı Asya, Şarkı Cənubi Asya'daki devletlerge bunun tesiri eğir buludu. Çünkü bu boğuzdan ütüdüğün energiya mənbəsi faqatla İran'ın emas, bu yerdeki nurgun neft işlep çıkarılan devletler ve neft tabi gazı eksport kılan. Bu devletlerin ama nefti mağıdı mesela. Onunki o Şarkı Asya, Şarkı Cənubi Asya'nın yasalgan mahsulatlarını bu yerге kelip setilatdı. Bunun bir tosalgı var. Bunda bolgandan keyin bu bazarlarning, bu yollarning taqilib qilishi bilan bu eğir bu devletler mesela Hindistan, Pakistan deymiz, anandaki Malaysiya, Indoneziya deymiz, Yaponiya deymiz. Bularning hammasi bu urushningki ta'siriga uchrayotdi. Hatta Xitoydan tatibchu. Şoň bunun ilki täsiri eğir boluwatydy, ama bunun kimemidin jiqraq ziyan tatdy digen çagda bu Amerika eğir bedellerini töleşi mümkin, çünki Amerikanyň faqatly İran bilen bolgan uruşy etrapdaky özüniň ittifaqdaşy bolgan döwletler bilen bolgan münasibetiga, tijaretiga, hatta xawfsizlik garantisiga, özüniň imajiga, ýani bular qanday düşünýärdi Amerikany, şulargaça täsir qilish ihtimallygy ýokary. Şu täsir kılwatydy hakykatan bu näste. Şoňa bu uruş hem de qanday boluşy mümkin digen çagda bu uruş hazırki gözlegen näste biraz uzungu sozuluşu mümkin. İki tarafның bir okşaş noktaga keliş nimesi keliş ihtimallığı biraz tövendep qarayman, çünki urushni to'xtatishki talablar belki cho'ng farq var. Hem bu ikili taraf bir-birisiga yo'l qo'ydigandek emas. Şoňa bu urush yana uzungu sozulushi mümkin ve şiddetning eşip berishi texim kuchlanışı mümkin dep o'ylayman. Hemmimiz görüp turvatımız İran Hormuz boğazını taqap öz kontrolüge elip algandan keyin dünya miqyasida şu nefet, tabii gaz bunun bazı şiddetli bilen örüldü. Bu dünya iqtisadiga eğir ta'sir ko'rsatishga başladı. Sizning kuzatishingizcha bu İran urush sababidan kelib chiqqan energiya krizisi qaysi davlatlarga eng ko'p ta'sir ko'rsatdi? Sizcha Xitoyning energiya importiga eğir zarba bera oldimi? Bu energiya krizisidan kimlar yaxshi foydalanyapti? Mush to'g'risi bir so'zlab bergan bo'lsangiz.
Umumiy aytgan chog'da dunyoning butun energiya bahosi nimasi o'rdi demasdan, hatto yerlik mishdagi hammamizniki mashinamiz qatlaydigan benzinning bahosi belgilik miqdorda o'sdi masalanchu. Makro nuqtadan qaragan chog'da butun xalqarodagi energiyaning bahosini o'sishi bilan birga boshqa sohalarga ham ta'sir qildi masalanchu. Yemak, ichmak, ishlab chiqarilgan qurilish, u bu nurg'un narsalarga. Chunki buning hammasiga mashina bilan to'shigandan keyin bu nurg'un sohalarga ta'sir qildi. Havo yo'llarining shirkatlarining nimasigacha tortib. Endi ko'rinarlik ta'sir qilayotgan davlatlar deganda bu Osiyodagi davlatlar. Bo'libmi Janubiy Osiyo, Janubiy Osiyo va Sharqiy Osiyodagi davlatlar. Xitoymi buning ichida. Chunki Xitoyning umumiy neft eksportininki 10% Irandan keldi ekan. Ama bu İran üçün 95%, 90% yakın neftinin zapası Xitayga mangdı ki. Ama Xitay görünüşte bunun zapas miqdari nimisi güçlük bolsunmu 150 güngacha özünü qamdayalıgan bolsunmu, ama neftinin bahasının üsüp gitişi, anandan keyin bu İrandan kelayotgan neftinin nimisinin azayışı, bu Xitayga yine ta'sir ko'rsatgulik belgelik miqdorda yana ziyon bor. Hem de Yaponiya olsun, Koreya olsun, onun dikinki etraftaki başka Şarkı Janubiy Asiyadagi devletler olsun, bularning hammasininki neft ekirişiga va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarishiga hammasiga ta'sir ko'rsatgulik. Hamda buning chachirg'ichi ta'sirlari bor. Masalan, boshqa sanoat sohalariga, boshqa qurilish sohalariga, texnologiyalik sohalarga uning bilan qo'shilib bu davlatlarning Amerika bilan bo'lgan munosabatlarining hammasigacha bu narsa ta'sir ko'rilishga boshladi. Hatto aldığımızki nimelde aşıkның kimi bahasının şiddetle üst kitadigan nimini dağıtıdı. Çünkü bu şarkı, O'rta Sharqdan keldigan ishlab chiqaradigan bir o'g'it bor ekan dunyoda. Ishlab chiqarishda muhim o'rinda turadigan. Bumi ig'ir ta'sir ko'rsatish oldi turyotidi. Yana ocharchilik nurg'un davlatlarda qimmatchilik boshlanib ketishi mumkin. Bu bir iqtisodiy krizisning haqida. Buning orqaga ergashib nurg'un davlatlarda siyosiy qalayimqonchiliklar, ijtimoiy qalayimqonchiliklar, hakimiyet almışız degandek nurg'un ta'sirlar bo'lishi mumkin. Ulashma ta'siri uchun masalan. Donald Trump'ның degandek hamda Amerikada yetarli neft bor. Neft bor bo'lg'achqa bu Amerika bu energiya krizisining ta'siriga ko'p uchirmaydi. Bizga ta'siri olmaydi. Biz uchun Hormuz bo'g'ozi muhim emas deb so'zlayapti. Sizcha bu rost shundaqmi bu? Endi bu yerda so'rash kerakda, Hormuz muhim emas, nima uchun hujum qildi deb masalan. Albatta muhim emas edi bu yerda. Albatta bu yerda e'tirof qilishga tegishli bir narsa bo'lsin nima deganda Amerikaning o'zining energiyasi o'zini qamday oladi. Hem dünyanın nurgun yerlerde Amerika'nın mesela Venezuela'nın neft var, yani başka nurgun yerlerde buranın eliş imkaniyeti var, setiş imkaniyeti var mesela. Ama Amerika'nın abay degende ki ulaşma tesiri var mesela. Mal bahasının üst gitişi, yollarının üst gitişi, deniz yollarının takılışı, köylügen fakat da neft çıkıdığan neresi emez. Bularının mı başka devletlerinin gibi bu rayonga satıdığan malları vardı. Bunun kirenmesi, bunun neticesinde başka devletlerin iqtisadının turup gelişi veya ağığı çekinişi, pay çek pazarının üzlüksüz igiz pes buluşu bu degende gelmesi ulaşma alet Amerika'nınki iqtisadına tesir gösterdi. Hatta Amerika olan işenç noktası hazır kaç %, onu bilmeyim ama tarihten bir yankı en tüven nispetle buluş mümkün çünkü bunda derecede biz özünün xalqaradagi imajiga ziyon berib baqqan Amerikani ko'rmadik mesela. Bu qatimqi urushning nimasi ama Amerika qattiq kuchayotgan nurg'un narsani isrof qildi, ham yumshoq kuchini minusning to'van darajasiga tushiribdi bu yerda hozir. Hozirgi bu Paris qo'ltig'i energiya krizisi qaysi yo'nalishga qarab taraqqiy qilishi mumkin? Yevropa o'zini bu energiya krizisidan qanday qutuldirish imkoniyati bor? Birisininki baxtsizligi, yana birisininki nimasi bo'ldi ekanchu, baxti, uning fursat deb keldiki. Ma o sunjimi deydi-ku, krizisga fursatlar krizisga menib keladi degandek. Bu yerda masalan dengiz yo'liniki taqilishi bilan birga parallel holda bu nimaning ahamiyatini oshirdi degan chog'da quruqlik yo'lidagi energiya manbasining to'shilishi, ya'ni Turkiyani asos qilgan holatdagi O'rta Sharq, O'rta Osiyo, Mavu Kavkaz rayoni, ya'ni Ozarbayjon, Gruziya degandek, andan keyin Turkiya orqali Yevropaga to'shildigan. Yoki bo'lmasa Iroqning va Saudiyaning nimlari Suriya orqali Turkiyaga, Turkiyadan Yevropaga to'shildigan. Bunda bir narsa qildi. Chunki
Hakikaten Avrupa'nın en çok meselesinin birisi xavfsizlikten kalsa energiya manbasi. Bu Rusya vuruştan keyin çık Amerika'nın nimesiga bağlanıp kalgandı. Azama O'rta Sharqdan kelgan bu neftning tabiiy gazning to'silishi bilan yana bir krizis boshladi. Yevropada og'ir qiyinchilik bor hozir masalan. Endi bu Turkiya bu jihatda yaxshi bir rol o'ynayotdi. Turkiyaga bir qozong'uchi bir davlat bo'lyapti bu chiqilgan bu fursatdan bu urushdan-chi. Turkiyaning oldimizga chiqargan natijalik qiyinchiligi nima desangiz, bu yerdagi urushning davom qilib bilish bilan birga bu urushning rayonga atrofdagi davlatlarga chechilishi bilan Türkiye'ye çiçiliş ihtimallığı var mesela. Andan keyin Suriye'nin muhim orunga kelishi bilan Türkiye'nin bu yerdagi ta'sirining kuchayishi bilan ve Suriye'de bir chiqadigan İsrail ile İran'ның to'qinishini jiqtayotdi, jiqparaz qilyapti. Bu tabiiy holatda qarasak, rayonda ikki dona bir normal davlat var. Birisi Türkiye, endi İsrail. Qolgan davlatlarning hammasi nurg'un sirtqi cho'ng kuchlarniki nimasidan bir ojiz bir holat kelib qoldi masalan. Yani aldığımızki yıllarda bunun bir çarçıradılma, ulaşma bir tesirli buluş mümkün bu İsrail, Amerika'nın birlikte İran bilen boğan uruşunun küçü. Yani bunun bedelini hem de Türkiye dönemde başka devletler kölemde bilmeyimiz ama sozulgan uruşta eşilgan şiddetinin nimesi bilen bir yerdeki ciderler tügeydiğinden emas, eksince teximi kengri yayıldıgan, teximicik gavgalarga, tokunuşlarga, uruşlarga sebep bulduğundek durdu. Özümüz bilimiz bu şu O'rta Asiyada bu şu Türkiye Cumhuriyetlerinde nefret, gaz bu zapsınaydı mol. Türkiye a tarafta Türkiye katnaş tügini hem de bu krizis bu Türkiye Cumhuriyetlerine ve Türkiye'ye kandak bir yaxşı paydalıq menfaatlarını ep gelişi mümkün. Türkiye'nin özünün şu neft gaz meselesi var. Bu bulan import qilishda bir qiyinchiligi bor masalan. Bu o'zininki masalasini bu energiya masalasini Turkiya bu krizisda qanday hal qila olishi mumkin? O'rta Osiyo davlatlariga bu bir fursat bo'ldi. Chunki Xitoy taraf bo'lsin, Yevropa taraf bo'lsin hammasi Irandan kelmagan azalgan neftning va tabiiy gazning nimasini Qozog'iston va Turkmaniston bu yerdagi energiya manbalari orqali to'liqlashga tirishdi. Yevropa tarafi hozir bu yerning neft ve tabiiy gazlarni ilyapti. Bular uchun bir taraqqiyotga bir foydasi bo'ldi masalanchi. Türkiye noktasını yazsak degandek Türkiye bu O'rta Sharqningki neftininki Yevropaga to'shilishda bir o'tkinchi bir to'shig'ichi bir markaz bo'ldi-da endi. Shuning bilan birlikda Türkiye'ninki coğrafyası qarasak, shimolda Rossiya bor. Nima dengiz orqali. O dengizden Rusya ile münasebet herhalde yaxşı saqlab keleglik bir diplomatik yaxşı bir münasebet. Rusya'da mı özünün neft ve tabiiy gaz ihtiyacını təminləyəliyi deb oylayım. Ondan başqa O'rta Sharq özgüdən zaten çigirdaş bir rayon. Onunki Afrika tarafda mı öz üçün yeterlik olan neft ve tabiiy gazın nimələrini Türkiye özünün əvzəl coğrafiyalik şəraiti bilan bu qiyinçiliklarni hal qilib ketiş mümkün. Yani Avrupa'da qandaq qiyinçilik qalğan bir holatda emas deb oylayman Türkiye'ninki. Köpten köp rahmet. Onda biz bugün sözleşmekçi olan ikinci mezmun Yaponiya ve Asya Tinç Okran rayonunda buluvatkan geopolitiklik özgürüşler. Aldı bilen şu Yaponiyada saylam ötküzülüp Sanayi Takayuchi hanım rehberligideki Liberal Demokratlar Partisi hakimiyet ornaga çıqqandan keyin Yaponiyanın tashqi siyosatida bo'libmi o'zini qo'g'dash, davlat bexatarlik masalalarida sizning ko'rsatishingizcha qanday o'zgarishlar bo'lyotidi? Bu o'zgarishlarning bo'lishi kimlarni nishon qiladi? Takaichi Hanım hukuk chiqqandan keyin Yaponiyaningki nimasida burunqi Shinzo Abe davridagidek bir kuchlik Yaponiyani qurishga harakat qilganlik deyiladi. Yapon ulusini asos qilgan holatda. Bunun ko'rinarlik nimasi tashqi siyosatda aktiv bir Yaponiyani ko'ryapmiz. Etrafdagi davlatlar bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirish, Xitoy tahdidiga qarshi bir hamkorlikni kuchaytirish, Hindiston, Avstraliya, Filippin qatorliq davlatlar bilan, masalan Amerika bilan. Andan keyin mudofaa jihatdami masalan nurg'unlagan ilgirlashlar bor, masalan o'zgarishlar, masalan yangi birini desak, bu kuchlik zarba berguchi xarakterdagi qurollarni Yaponiyada burun cheklash vaqti eksport qilishga. Bu ep tashlandi bu cheklama. Hozir Yaponiya hamda oldimizda bundan keyin ig'ir tipdagi qurollarni eksport qila oladigan kuchlik bir qurol eksport qiluvchi
bir devlet oluşu mümkün. Çünkü özünün zaten iktisadi küçük bir devlet. Dünyanın 3. iktisadi gücü. Texnologiya ve cihetten o cihetten hiç kanda bir mesele yok. O zaten terakki kılığılık dünyanın en aldırki devletlerinin birisi. Bu işki evzellik Yaponya'nı bunun aldığımızda güçlük askeri gücü olan ve çoğun kuralarak eksport kılıcı bir devlet ağırlığı ekilişi mümkün. Anandakin bu asas kanunun 9. maddesini almashtırışga tirişiyotidu. Buningda mu yetarli sabab tava deb o'ylayman. Bo'libmi atrofdagi geopolitik o'zgarishninki nimasi birisi Amerikaninki bu yerdagi mas'uliyatni olmay biroz nimaga qechishi o'zining rayoniga. Ikkinchisi kuchlanayotgan Xitoy tahdidi. Bu sabablardan Yaponiya xalqi va Yaponiya parlamentini qoyil qilgan holatda 9. moddani o'zgartib Yaponiyaning kuchli harbiy davlat bo'lishiga to'salg'i bo'layotgan bu moddani o'zgartish mumkin. Oxirgi bir narsa Yaponiyaning yangi bir istixborot organini ta'sis qilish nimasi bor. Bu yuqori parlamentdan o'tdi. Ama Yaponiya kuchli bir samuray davlatini qaytadan ko'rdigandek turimiz oldimiz yillar uchun. Yani bu narsa nima uchun bo'ldi degan chog'da Yaponiyaniki xavfsizlik nimasida ikki muhim narsa bor. Birisi kuchlanayotgan zo'rayotgan atrofga tahdid shakllantirayotgan Xitoy tahdidi. Ikkinchisi Xitoyning kuchli ta'siri bo'lgan Shimoliy Koreya tahdidi. Bu ikisi Yaponiyaniki xavfsizlik tushanchisida ikisi nihoyat muhim o'rinda turdi. Albatta Rossiya bilan bo'lgan territoriya talish var ama Yaponiya buni yaxshilashga tirishib urushni jidalni amal va Xitoy bilan qilsak eng jiddiy bo'lgan tahdid Xitoy deb qarag'ashqa Yaponiyaniki bu tayyorliqlarning eng asosiy maqsadi mencha Xitoy deb o'ylayman. Rahmat. Asiya Tinch Okean rayonidagi Amerika bilan rayonning bexatarligi va erkin dengiz suvida yo'llarni qo'g'dash jihatda ittifoqdosh bo'lgan, o'rtaq kelishimga imzo qo'ygan davlatlar bilan Yaponiyaning munosabatning kuchayishi, Amerika Qo'shma Shtatlarining rayondagi hegemoniyalik o'rnining yo'qolishi va yoki Yaponiyaning Osiyo Tinch Okean rayonida qudratli yetakchi kuchga aylanishiga qarab taraqqiy qilayotganligining muhim ifodasi deb qarashga bo'lamdi. Bence bu belgelik bir tesir var. Amerika'nınki bir yerdeki mesuliyetini Yaponiya ve Kore'ye atış arkalık özünün bir yerde cıkçıdelgi bir vasıta kirmek nime kılışı. Ama bu Şarkı Canı Asya'dan bu yendin çekingen Amerika güçlük bir hegemonik güç bulamaydı. Yani cihangir güç bulamaydı. Yenilam ki Amerika bu rayında turuşka, mevcut buluşka ihtiyacı var. Çünkü Amerika'nınki iki stratejilik nimesi dokulata karsak mı özünün bu yetekçilik rolünü berişini xalamaydı. Әмді Американың өткізіп отқан өзге күчлі хаталықлары бар мәселенше başka rayonlarda. Bu təsirdə Amerika acizleşke meňiwatydy әмді. Ama bunun neticesi de Yaponiya ve Koreya özününki öz-özüge tayiniş, özünün bexatarligini ilgi qo'ygan öz qo'g'dash nimasidan bo'lg'ashqa bularda bir kuchlanish o'ziga tayinimiz saq bo'lmaydi bu Amerika bizga vaqti kelganda bizni tashlab qo'ygan deydigan manda bir tushuncha kelayotgan bo'lg'ashqa bu yerdagi Yaponiya ve Janubiy Koreya bo'lsin o'zining askariy sanoatini mudofaasini jiq kuchaytirdi taraqqiy qildirish uchun buning bilan hammog'liq masalan mayli Tayvanning bo'lsin mayli Filippin olsun, Hindistan, Avustralya qatarlıq dövlətlərin hamısına oxşamagan şəkildə Yaponiyanın texnologiyalik, ticarət və xavfsizlik cəhətdə, əskeri cəhətdə həmkarlığı var. Bu nəsə küçüyotudu. Texmo yuqur pəlli kütürlüyotudu məsələn üçün. Əndi bu yerdəki dövlətlərin hamısının ortaq təhdid düşənçi nöqtəsi nə degəndə küçüyotqan Xitay, ətrafqa kengaymiçilik qılıbatqan Xitay, yəni Faqatlam sözlü bolsuğu meylidi ama Xitayning bir yerda yasagan nimaları var, tabiiy sun'iy orolları var. Bu orqali Xitoy bir yerda o'zining dengiz tavalligini nim qilyotdi, jakarlayotdi masalan, bu yer meninkiti deb. Nurg'un davlatlar bilan qarasak, Vyetnamdan tortib Malayziya, Indoneziyaga, Yaponiyagacha hammasi bilan bir talashayotgan bir territoriyasi bor Xitoyning bugungi kunda. Ham bu yer o'xshasa qanday bir yer deganda ot ketishdan burun benzin chetilib qolgan yerdek bir narsa, kichkina bir narsa butun rayonda bir cho'ng to'qinishlarga, urushlarga sababchi bo'lishi mumkin.
ve Sanayi Takaichi Han'ın başçılığı Yaponiya hükümetinin şu Asya Tinch Okean rayonundaki devletler bilen bir müdafaa ortak zincirini şekillendiriş için ciddi hareket kılışı, yüzünden müdafaasını küçeytişi, bununla nispeten şu Amerika ve Xitay'ınki bularınki inkas qanday bo'lishi mumkin? Amerika üçün aytқан чагда bu bir özü məsuliyyətini alsa bir yaxşı deb qaraydı çünki Amerikanın bevosita bu yerda unda cho'ng nimaga kirgizisi yo'q Xitoy bilan bevosita. Amal bo'lsa Yaponiya yoki Filippin boshqa davlatlar urushsa Amerika keyin yordam bergan alasida buning manfaatlansa Xitoyni shu orqali tizginlasak deydi. Endi masala Xitoy tarafining nimasiga qarasak Yaponiyaniki bundaq shiddat bilan taraqqiy qilishli, askariy kuchni kuchlantirishi, xomchotni oshirishi, atrofdagi davlatlarning o'zaro bir-birisidan askariy ittifoqlarni tuzishi bu Xitoy uchun bir rohat ish emas. Xitoy bunga noroziligini bildirdi masalan. Ammo qarasak Xitoy agarda bir kuchli bir hukmdor davlat bo'laman desa bu dengizga va okeanga ichilish kerak. Masalan, Maxanninki dengiz kuchi nazariyasi deydigan nemisini qarasak Xitoy bu nazariyaga asosan bir kuchli dunyoga hokimdor bo'laman, Amerikaning o'rnini olaman deydiki, bu rayondan Amerikani tep qo'g'lab chiqarish kerak. Endi Amerika mu bunga qarta 3 tane ilki dengiz yo'lida orollarniki qo'g'dash nimasi deb 3 liniyali mudofaa nimasi qilgan. Endi bu yerda Xitoy haqiqatan buni qila olamdi, qila olmamdi uni ko'ramiz endi, ammo Xitoy tirishyotdi bu narsaga, ya'ni o'zining iqtisodining kuchlanishi bilan birga askariy kuchini aşırışkı tırışatıdı, devletin aşırışkı tırışatıdı. Hem birinci kademde Tayvan'la ilişki tırış mümkün, ki Filipinli ve etraftaki başka teritoriyalik nimelerge cideller kiriş mümkün. Demek Japonya'nınki küçülüşüge Xitay üçün bu bir bahane buluvatı dedik ki. Bunlar küçülüp bizge nim kılmakçı bizdinki denizge içişimizin nimimizin tosatıdı degendik. Çünkü xaritiga qarasak Yaponiya nurg'un jihatlardan Tayvan bo'g'ozidan tortib atrofdagi nurg'un taqim orollar va bu yoqdan qarasak Yaponiya dengizi va yuqori qarasak Rossiya bilan chegaralangan bir oroli bor masalanchu. Bu yerda nima masalan Yaponiyaning orollari bor. Yaponiya bu yerdagi Xilijiq orollarga askariy bazasi bilan uzun musofirlik raketalarni o'rnatmoqlik bu yergacha. Endi bu Xitoy uchun ichirish uchun Amerikani qo'g'lash bilan birga Yaponiyaning ham bir urushga kirishga majbur bo'lib qoladi masalanchu. Endi buni Xitoy tinchlik yo'li bilan hal qilamdi, nima bilan hal qilamdi, bu narsa tozalik ijobiy ko'rinmaydi. Bu yerda bir yuz berish ehtimolligini ayt yuqori bo'lgan bir jidalning nimasi pirovati endi bu yerdachu. Sizce şu Asya Tinch Okean rayonu şu Yaponiyanı öz ichiga olgan. Şu rayonlarda bo'layotgan bu o'zgarishlar Sharq Turkiston mustaqillik kurishini qanday foydali sharoitlar bilan ta'minlashi mumkin? Albatta bu urush degan bir davlatninki cho'ng bir ishi. Buni nurg'un davlatning nurg'un sohasiga kuch, energiya, boylik, nurg'un narsa sarf bo'linadigan gap. Qarasak rayonning ahvolini bir ko'zdan kechirdik masalan. Bu menlik oson hal bo'ladigan bir narsa emas. Ammo Xitoy urushga amal va kirmay, ilk Amerika bilan bo'lgan urushdagi farqini kichiltib amal ba hal qilamiz degan narsa ketyotdi. Ammo urushga kirgandan keyin bu yerdagi urushning ta'sirida boshqa yerlarga yetkilishi mumkin masalan Xitoyniki nimalarga chegara rayonlariga masalan yetkilishi mumkin chunki Xitoyning Hindiston bilan bo'lgan masalasi bor, ya'ni chegara masalasi bor. Hindiston bilan Yaponiya bilan Xitoy urush kirganda Hindistonmi qo'zg'ish mumkin Xitoyni necha tarafdan urayli debchi birlikda. Endi Sharq Turkiston masalasining bu yerdagi ahamiyatiga qarasak, bo'libmi Yaponiyaninki xavfsizlik nazarida Sharq Turkiston Xitoyni tizginlaydigan bir nima ilqi. Qulupga o'xshaydi-chu, quruqlikdan kengaydigan nimaga. Bu nuqtani aytgan chog'da Xitoyni ham dengizdan Yaponiya va atrofdagi davlatlar qurshab tizginlab turgan bo'lsa, agar Sharq Turkistonda bir mustaqil davlat bo'lsa, Xitoyninki quruqlikdan Yevrosiyo, O'rta Osiyoga, Yevrosiyoga kengayib, kuchli bir davlat bo'lishining oldini ola oladi. Tizginlagan ilqi qafasga tushib qolgan bir nimadek holatga tuta oladi-chu u chog'da. Şimdi bu sebepten Yaponiya Sharq Turkiston masalasiga faqat ham inson huquqlari nuqtasidan emas, geopolitik nuqtadan bir muhimligini va bu yerdagi qurilgan davlatninki Yaponiyaning xavfsizlik nuqtasidan bir foydali ekanligini munda qaraydi Yaponiyaliklar. Endi masalan bu yerda fursat chiqqan chog'da, kechon
Bu yerda fursat chiqqan chog'da shu fursatni biz tutalamlik tutamamlik deydigan mana bir savol bordi. Rahmat. Unda bo'lsa biz bizning bugun suhbatlashmoqchi bo'lgan 3-chi mazmunimiz shu Afg'oniston Pokiston o'rtasidagi to'qinish. O'zingiz bilasiz, 2025 yilning oxirlari Pokiston talibanlari Pokiston hukumatiga qarshi zo'ravonlik harakatlarini kuchaytirib, nurg'un odamning o'lishini keltirib chiqargandan keyin Pokiston bilan Afg'oniston o'rtasidagi munosabat jiddiylashib, bir qurolli to'qinishga kuchib ketdi. İki tarafdan qurolli to'qinishning natijasida nurg'un odam o'ldi, yordam oldi va yana nurg'un odam o'ziniki uy makonlaridan ayrilib va chegara rayonidan ko'chishga majbur bo'ldi. Bu ikkisi tarixdagi bir ittifoqdosh davlat. Shu Sovetga qarshi urushlarda bu ikkisi ittifoqdosh bo'lgan bir davlat. Sizce bu navbatdagi bu ikki davlatlar o'rtasidagi munosabat hozir qaysi holatda? Elbette bular meyli Sovet İttifakı besip algan vaqt olsun Afganistan, yani NATO başçılığında Amerika besip kirgen olsun. Afganistan halkınınki karşılık bildiriş bu uruşida Pakistan'ın devletinin, Pakistan askerlerinin, Pakistan istihbaratının naiti çoğun rolü var. Bular logistik cihetten kollab nem qilib bermagan bo'lsa, Afgan xalqi bunda muvaffaqiyatli urush qilolmaydi. Hamda bugun Talibanlarmı hakimiyetini qo'lga olgandan keyin bularning o'rtasida imperializm kuchlariniki qo'yib qo'ygan bir narsasi bor, ilaki urush piltisidekchi. U nima deganda duransizqininki iniqsiz bo'lgan demakroq ilaki bir taraf tanıydı, bir taraf tanımaydigan bir chegara masalasi bor. Buni yana bu chegarani Pokistonliklar, Pokiston davlati tanıydı, ama Afgan hukumati, Afgan davlati, Afgan xalqi bunu tanıg'ilmaydi. Yani bu bizninki deb. Chunki o chegara naq o'tirdan bu yerdagi Pashto xalqini ikkiga bo'lib o'tganligi, yani Afg'onistondagi eng jiq nüfusi bo'lgan Pashtolarni. Onun ustiga bu yerdagi Talibanlarmi, Pakistanning Talibanlari, yani TTP deymiz. Bularmı izchil bu chegara rayonlarda Pakiston qarshi Pakistanning bexatarlik uchun tahdid etilgan ba'zi askariy harakatlarni qilganlik va askariy harakatlarni qilib bo'lgandan keyin Afg'oniston tarafga o'tib kelib, yani mas'uliyat Pakistanning bularni tutishiga imkonsiz qilib qo'yildi. Yani bu mesele Pakistan, Afg'oniston o'rtasidagi bir tugamaydigan, to'xtamaydigan bir jidallarning nimasiga sababchi bo'lyapti masalan. Andan keyin yaqin o'zgarish var. Pakistan, Afg'oniston jidalining ishiga ergishib, Hindiston bilan Afg'onistonning munosabatida ko'rinarli ilgirlashlar bo'ldi. Elchilar o'rinlashtirildi, nurg'unlagan sohalarda hamkorlik va ishbirlik berilyotdi va bu kundan kunga kuchayyotdi. Hamda xarita qarasak, Pakiston ikki nonning o'rtasida qolgan bir go'shga aylanib qoldi bu yerda-chi masalan. Pakiston buni bir xavfsizlik deb tushunadi. Pakistonning xavfsizlik tushunish nuqtasidan aytgan chog'da bu sababdanmi Afg'oniston hukumatining buni ishbirlikini, hamkorligini qilmasga, bizni nima qilmasga, bizga tahdid shakllantirishga degan narsa bor. Bu nuqtalarni aytgan chog'da Pokiston bilan Afg'oniston o'rtasidagi urush jidal cheklangan darajada davom qilishi mumkin, ammo bak kengri urush shakliga kirmasligi mumkin, chunki Pakiston bugun askar so'rab Afg'oniston zaminiga kirsa, oldimizda 100 yildan buyon 3 tane cho'ng imperatorlikni yengen bir davlatchi. Bularning jug'rafiyalik afzalligi Ironga o'xshab ketadi. Pakiston buni biladi. Bu holatda ilaqi quruqliqdan askar kirgizmay har doim belgilik havo hujumlarini, belgilik askariy operatsiyalarni qilgan holatda bir kontrol qilgan bir to'qinishlar bo'lishi mumkin, ammo tamoman yaxshi bo'lib ketishi notayin deb o'ylayman. Bu ikki davlat o'rtasidagi harbiy to'qinish rayonning bexatarligiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Qarasak, nurg'un davlatlar, mayli Janubiy Osiyodagi Pokiston, Hindiston bo'lsin, mayli Xitoy bo'lsin, mayli shimoldagi O'rta Osiyo davlatlari bo'lsin, Taliban hokimiyatining o'zini yaxshi ko'rmaydi, chunki bu bir teokratik bir davlat shakli, buni hammasi o'ziga tahdid deb qaraydi. Bu davlat modelining o'zlaridagi islomiy qurolli harakatlarning bu yerda yamrab, bu yerda bir davlat modelini aşağı ekilishga tirishishi va bu yer to'qinishlarning boshlanishini bu Afg'onistonni shu urushning boshlanishi yamraydigan markazi deb qaraydi bular. Chunki nurg'un qurolli harakatlar bu Afg'onistonda bugun qadar mavjud.
O'rta Osiyo davlatlari o bek ajoyib nim bilan qaraydi. Xitoy masalan buningga oid ehtiyot bilan qaraydi. Andishisi var albatta, xavfsizlik. Şuna bu Afganistan'ın tinchsizligi bu yerda bütün rayonga ta'sir qilish ehtimolligiga oid yuqori. Onun başka bu Afganistan'da yangidan bir nima sevatida hozir tepashlaydigan bir kanal, su kanalı. Bu Afganistan'dan şimalga bu O'rta Osiyoga mangadigan daryo yo'llarini suy miqdorini azaytish mumkin. Bu endi O'rta Osiyo davlatlarining xalqining nurg'un jonijon manfaatiga yemek içmekiga nurg'un ta'sir qiladigan bir narsa bor. Endi bu O'rta Osiyo davlatlari buning su ishlatishninki bilinish nimasini sistemasini yaxshi tuzaldimi, tuzalmagan, tuzalmagan bo'lsa, bu yerdami bir tabiiy suv boyligining o'rtasida bir O'rta Osiyo davlatlari bilan Afg'onistonning o'rtasida bir to'qinishlarmi, jidallarga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Bu mu piltisiga o't yiqilish tayyor bo'lgan bu yerdagi bir jidalning bir urug'i bu uchun. Endi Xitoymi bu yerdagi nimadan ansirayotdi masalanchu? Afg'oniston turayotgan bu yerdagi bir necha ming Uyg'urning bu yerdagi qurolliq harakatdagi qurolliqni turayotgan Uyg'urlarning bu mu Xitoyning nuqtasidan qarasak Xitoy uchun bir nihoyatda tahdid. Amaliyotda Xitoy asl Afg'onistonga nurg'un nima qilg'isi bor, ammo xavfsizlik andisi bor-da. Endi nurg'un sohalardan Afg'onistonga mablag' selib, bunu qilib eritib biz hal qilamiz deyotdi, ammo bu Xitoy qancha mablag' sahasimi yana bu yerdagi xavfsizlik andisini yo'qotolmaydi. Toki bu Uyg'urlarning hammasi nima qilmagichi uchun Xitoyning nazarida yo'qolmagichi. Bu to'qinishning hamda Xitoyning rayondagi siyosiy, harbiy va iqtisodiy manfaatlik bo'lgan ta'siri qanchalik chunqur bo'lishi mumkin? Hamda shu ikki tarafning urushida Xitoy qaysi tarafni haqiqiy qo'llaydi, qaysi tarafni taraf elayotamdi, qaysi taraf turyapti? Ko'rinishda diplomatik sahnalarda betaraf turgan holatda tug'andek urib Urumchiga olib 7 kun yig'in ochqizib ikki tarafni yarashtiramiz degandeklan bu ko'rish shaklvoz shaklda bir chiqdi. Kundalik daftarga yozib olgan diplomatik tillar bilan chiqdi. Buning bir amaliy planining nimasini ko'rmadik masalan. Ham amaliylashgan bir harakat nimasimi yo'q. Amaliyotda ikkili davlat Xitoy uchun ehtiyojli. Xitoyning yangi Ipak yo'li projektidagi bu Pakistan, Afg'oniston yo'llari orqali qo'shsa Xitoy uchun nihoyatda manfaatlik bu yo'l. Anandan Afg'onistondagi bu yerdagi nodir metallar bor. Bu Xitoy uchun aslida nihoyatda muhim. Ammo Xitoyninki Hindiston munosabati Pokistonning ahamiyati bek muhim. Pokistonning ahamiyati muhim bo'lg'achqa Xitoy parda orqasida logistik qurol-yarog'lar bilan ta'minlaganligi Sunniy Amir orqali Afg'onistonni urgan rayonlarni ko'rsatib berishdi. Xitoy Pokiston armiyasini qo'llaganlik nimalar chiqdi xabarlar-chu. Yana Xitoy bu yerda betaraf turolmadi, yana parda orqasida Pokiston armiyasining tarafida turdi. Yana bo'lsa Pokiston armiyasining qo'li orqali bular nimani yo'qotsak deydi. Bo'libmi Afg'onistonda turayotgan Uyg'urlarni Sharq Turkistonlik qurolliq turayotgan u yerdagi Uyg'urlarni yo'qotib etsak deb deydi. Chunki Xitoy amal va buni ikkinchi qo'l orqali hal qilishga tirishib kelganlikda yillardan buyon. Buningda bu sababdan Pokistonni ahamiyatli deb qaraydi. Ammo yaqindagi bo'lgan o'zgarishlarni ko'rdik. Masalan, yangidan ta'sis qilgan nahiyalarni ko'rdik. Xitoy amal va faqatlamki burun askeriy kuchi yoki iqtisodlarni hal qilish emas, bundan keyin bu yerda bir normal bir siyosiy organni ta'sis qilish orqali bu yerdagi rayondagi davlatlarni o'ziga texmi bog'lash, iqtisodiy jihatdan, tijorat jihatdan, energiya jihatdan, savdo yo'llari jihatdan, hamda mudofaa jihatlardan nurg'unlagan mudofaa punktlarini qurdi, masalan, Tojikiston, Afg'oniston chegarasi uchun. Keyin nima degan chog'da amal va o'zining chegarasini yaxshi saqlash, bu yerdagi bexatarlik nimalarni, xizmatlarni yaxshi olib berish. Shuning bilan birlikda bu yangi qurilgan rayonlarda sivil istixborot xizmatlarini yaxshi olib bog'loldi masalan. Chunki yo'llar ravon bo'lgandan keyin Afg'onistonda Xitoyga Pokiston tarafdan Xitoy kirdigan shaxslarga jiq imkoniyat bo'ldi bu yerdagi tijorat yo'li ochilgandan keyin-chu. Xitoyning andisi bu yerda bu xavfsizlik andisi bo'lg'achqa bu rayonda Uyg'urlarning kirishini andishini qilib bu yerga bir yangi nahiyani ochdi. 3 nahiyani ichib bo'ldi masalan 2 yildan buyon. Yani bu yangi nahiyalardagilar hamda sivil istixborot xizmatini o'taydi-chu bu yerda. Yani kuzatish, chorlash
tekshirish ep berish masalan uchun bu orqaliqmi kirdigan kirish ehtimolli bo'lgan uyg'urlarning nimasini oldin ola bilsak va bularning kontroliga o'tsak deydigan bundami bir planlari bordek turdi xitoyniki. Sizce bu ikki davlat o'rtasidagi bu to'qinish ham qaysi yo'nalishda taraqqiy qilishi mumkin? Menimcha umumiy jihatdan aytgan chog'da bir bek cho'ng kengayib ketishni ikkili davlat xohlamaydi, ammo umumyuzlik yaxshilanib ketishnimi uningga ikki davlatniki davlat manfaati yo'lga qo'ymaydi. Pokistonning orqadan ham yel berayotgan, gaz berayotgan masalan Xitoydagi davlatlar bor. Afg'onistonning orqadan Hindiston bor masalan qo'llayotgan nimadanchu. Bu sababdan bular kontrol qilgan holatdagi bir to'qinishlar har doim davom qilishi mumkin. Ammo yani kontrol qilgan holatda ammo bek cho'ng shakldagi urushga kengayib ketishning oldini amal va ilishga tirishish mumkin, chunki Xitoy o'zining iqtisodiy kuchi bilan bu ikki davlatga jiqroq besim qilish imkoniyati bor. Ammo bu nechilik unum beradi uni bilmaymiz hamda-chu. Uni oldimizgi kunlarda birlikda ko'ramiz. Unda boshqa qo'shimcha qildigan yer bo'lmasa, bugungi suhbatimizni mushu yerda oxirlashtirsak, sizga ko'pdan ko'p rahmat. Barliq Rahmat. tomoshabinlarga ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimliq programmacha inshaalloh hammanglar omon bo'linglar. Allohga omonat. Hamma rahmat aytaman.